Marg'ilon shahridan alangali salomni yetkazadilar. Qani marhamat, Anvarjon aka xush kelibsiz deymiz. Qadamingizga hasanatlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Mana shu do'stimiz Istanbulda xonadoniga hammalar xush kelibsizlar. Shunchalik hurmat qilib, bizning vaqtlarni ayirmasdan shunday yig'ilish qilgan Istanbulga ham rahmat, tanjon sog' bo'lsin. Qolaja qasdli ilohim. Murodjonga ham umriza bo'lib shu amakilarga o'xshab, opamlarga o'xshab katta yigit bo'lib sog' salomat bizdan tiraydoshimiz. Ilohim bugungi fayz baraka mashhur Istanbulda xonadonidagi fayz baraka har yili har doim shunaqa bo'lsin tiraydoshimiz. Anvar aka, shirin so'zlaringiz uchun biz tashakkur bildiramiz. Bizni Qo'ysoyda mana shu farg'onalarda shunaqa ifoda. Qalb sizlari izhor aylangandan keyin ortidan albatta davra bir aylanadi. Keling, ayting. Bugun Anvarjon akamiz mehmonimizga ayting deb Ayjon bilan foydalanilar. Qani marhamat. Salomatdan yurib ketaverdi. Salomatdan yurib ketaverdingmi? Kollektiv. Dilbar opam. Qoshlaringiz bemahal to'kilmasin. Opa-singillarimga birgalashib yonida mani akam bugun qarab, qizlarga qarab, Arabakani chaqiraman. Arabjon aka boringizga shukur. Qani keling, chirak kelishini qarang. Yo'laqa u kundar ekanda Arabaka. Bugun yakshanbaga o'xshaydi. Ishga borgim kelmas bugun. Dushanbaga o'xshaydi. Irim qilib kimni chaygim kelmas Arabakamga o'xshab. Jantilan qo'yib yuboring. Bugun seshanbaga o'xshaydi. Qasr uy tushimga kiribdi. Bugun chorshanbaga o'xshaydi. Arabakam nimaga xursand deb Dilorom opa keling. Bugun payshanbaga o'xshaydi deymiz. Olmat akam qani? Arabakam boriga shukur. Marhamat. Olmat aka. Dilorom opa biz sizni ham ahlayollar nomidan davraga chorladik. Marhamat. Biz ayollarni hurmat qilamiz, Arabaka ayollar gapirsin birinchi. Assalomu alaykum, Zoya
kelgan mehmonlar. Mana bugun biz sinfdoshimiz Husanboyni o'g'ilchasini xatna to'yida o'tiribmiz. Bu yigitchaga uzoq umr, sihat, salomatlik. Katta bo'lganda shu ota-onalarni doimo hurmat qilib yurishini tilab qolamiz. O'rta aqlli bo'lgin. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Meni o'xshab semirib yur. Hech aniqlama u. O'rta. Sog' bo'ling. Salomat. Narib akam o'zi boboy bo'ldi-yu, lekin 3 ta farzandni, 3 ta o'g'ilni mana shu bola ko'rdi kecha. Ko'ringlar, boriga shukur mana shu insonni. Havas qiling, ko'ring, yashang, to'g'rimi? Lekin biz ham Aybjon Baratov guruhi bo'shashmadi. Bu dasta buget yo'lda oldida raddomga qarab yo'l oldik. Arab akam xafa bo'lmasin, bir xabar olib qo'yaylik, sen doktor nima deydi? Uchu xotinini ham sog'lig'i zo'rda turibdi-yu. Tanavasiz ham iloji yo'q. Davlat Aybjon akamiz Diloraxon opalarimizga Aybjon Baratov kuylasin. Marhamat. Marhamat, shu opalarimiz qayerda ekan? Qiliqchi bo'lganing. Qiliqchi bo'lganing ma'ra. Tamam, rahmatli.